Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bugün Nuzukum kitapxonasida İslamda balının haq huquqlari degan cho'ng mavzuda shuningdan bir qancha temini so'zlaymiz. Balaliq bo'lish ne'mat, aksicha balasizlikmi jazo emas. Balaliq bo'lish bir ne'mat. Balasi yo'qlik bo'lganlik Allohning jazosi emas, uningmi bir hikmati bor demoqchi hamda. Balaliq bo'lishning katta ne'mat, zo'r xo'shallik ekanligini tilga olganimizda ba'zilarning ota-onalikdan iborat bu zo'r ne'matdan mahrum yashayotganligini ko'ramiz. Bumu kamchilik emas, uning hikmatini faqat Alloh taolo o'zi biladi. Lekin mundaq mahrumlikqa uchragan kishilarning Alloh taologa eslab duo qilishini va hojatini uningdan so'rashini tavsiya qilamiz. Bu eng asosli tutqu hamda Allohga bog'lanishcha. Allah Teala Kur'an-ı Kerim deydi: "Lillahi mulku semavati vel ardı yahluqu ma yasha'u yahabu limen yasha'u inasa ve yahabu limen yasha'u zukur ev yuzawwijuhum zukrana ve inasa ve yec'alu men yasha'u aqima" deydi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh nimani xohlasa shuni yaratdi. Xohlagan odamga qiz farzand ato qildi, xohlagan odamga o'g'il farzand ato qildi yoki ularga o'g'il qiz aralashtirib berdi, xohlagan odamni tug'mas qildi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Ya'ni Alloh taolo bandlarning ahvolini to'liq bilgachga ular uchun nimaning foydali, nimaning yaxshilik ekanligini biladi. Shunga agar farzand ato qilsam, menga yaxshilik, dunyo oxirat yaxshilik bo'ldi desa, farzand ato qildi. Balki farzand ato qilmagan bo'lsa, bu jazoliqlikdan emas, balki ash bandininki ahvoli qarab, ashunga qilgan bir yaxshiligi bo'lishi mumkin hamda. Endi farzand talab qilish kerak Alloh taolodan. Har qanday narsani talab qilish kerak. Talab qilib olgan narsa qimmatli bo'ladi hamda. Buningda farzand talab qilish 3 tane cho'ng asosiy sabab bor hamda. Birinchisi sabab bilan duo. Sabab bilan duo. Farzand ko'rishni orzu qildiganlar Alloh taolaga samimiy duo qilib, Alloh taoladan hojatini so'rash bilan billa doktorga boramdi, davolanamdi, chorasini qilish. Chorasini qilish bilan billa duo qilgandan keyin har qanday ishda xuddi qushning ikki qanotiga o'xshash bo'ldi. Qush bir qanoti bilan ucholmagandek, ikki qanoti bilan uchgandek. Bu ikkisi masalani hal qiladi hamda. Undan keyin haloldan uzuq qilinish. Endi har qanday bir duoning ijobat bo'lishi uchun haloldan uzuq qilinish shart. Endi hozirgi zamonda, mushu zamonda, bular Turkiya hayotida mushu halol yeb, bolalarga haloldan uzuq berib ayda qilgan odamni haqiqiy mujohid deymiz hamda. Uningdan yuqori ibodat yo'q hozirgi zamonda. Qarab baqayli, boshqa ish hammasi o'ng'ay. Ibodat qilish o'ng'ay, sadiq o'qib tahajjud o'qish o'ng'ay, roza tutish o'ng'ay. 500 dollar topsang haramga berib umr qilib kelishmi o'ng'ay. Ammo haloldan rizq yeyish, bolalarga halol luqma berish nayet tez. Allah Teala şuna bunun nayet yuqori mukofot berdi, ko'p ajr berdi. Bunun foydasi nayet jiq bo'ldi hamda. Mesela şu halaldan rizq yugizish orqali balalarimizning naqadar dinga, millatga, vatanga, insoniga foydali inson bo'lganligini biz tasavvur qilolmay qolamiz. Mesela bunda bir qissa bor. Nuh ibn Maryam degan bir odamninki cho'ng bir beg'i bor ekan. Cho'ng hamma mevalar bor bir bog' bor ekan. Muborak degan bir odam bir biyaga minib ekan. Banqanıga musafirchilikda hamma narsani ajab ketib, ochiq qilib, shuni ochib bog'da ishlay deb kelibdi. Endi ishlamasa jinni baqolmaydi u. Ishlay deb kelganda, tamam ishlaganimiz bu bog'valla qilgan deb qapqapdi u odamni. Bog'valla qilgan, aşı bog'ini sug'urdi ekan, mevalarni yig'di ekan, anda ish ketganda, bir kuni bu Nuh ibn Mansurning Nuh ibn Maryam degan odamning uyiga bir qancha mehmonlar kelibdi. Mehmon kelganda chaqirib, "Aka yigit, bu bağdan sana bizge nayet aşı ananın nayet tatlık anadan, üzümnün tatlık üzümden, tatlık meyvelerini ekegen degen maqul dep aşıp da qarab çaylık fürenginden nima qilib ekipdi. Ekegendeki bu ana açıq. Üzümü açıq çıkıptı. Bine açıq çıqqandaki bu xo'jayinning açıq gibi gitdi. Qandaq adamsan, nimenimning oldida sen tatlık narsani eka desam, tetib baqmadingmi degan. "Yo'q xo'jayin, men tetib baqmadim uni" desam, texim açıqlab ketgan. "Sen bu bog'valla qilib bir qancha yilning ichida bog'valla qilsa, bog'valla qilib qanday tetib baqmaysan? Mushumi gapmi? Mushu gapingga ishinamanmi men?" degan. "Ras, bu mening haqqim emas. Islimini mevadan yeb baq" demedilar. Mevani
Muşunu bakın, muşununla xabar tap dediler. Şu an ben xabar tap degandan şunu qildim, tetib bakmadım degandan bu nima deyapti deb atrofdagi boshqa ishchilarni so'z rost ashunday odam bu. Na taqvodor odam, andaqaliqi ruxsat qilinmagan narsani yemaydi, bekimning haqqini yemaydi, mushunda bir halol niyat odam bu degandan rost deb tekshirib baqsa, rost shunda qilgandan kelib bu odam na ta'sirlanib ketib, bu xo'jayin. Buningki men akamiyada o'lta. Men qizimni bo'yga yetib qolsa, qizimning to'yini qilmoqchi edim, sendan maslahat so'rayman degan. Men olim emas, maslahat so'rasizlar. Men degan bir menda ishchi, sizning oldida bir mediga men hozir qilyapman, mendan maslahat so'rasizlar qanday qilsa. Sendan so'rayman, qanday odamga bersam bo'ldi desa, "Ma'u xristianlar ashu chiroy, go'zallikka ko'ngil bo'ladi. Go'zallikni qo'g'laydi. Yahudilar pulni qo'g'laydi. Va arablar nasabni qo'g'laydi. Masalan, arablar qanday ashu bekimga balasini bermoqchi bo'lsa, hammadan bu nasabi kimkan, kimning balasi ekan, kimning qabilasidan ekan, ashuni qildi. Shu arablar boshqa qabilaga qiz bermaydi. Umuman boshqa qabilaga qiz bermaydi. Hamda hozirgi zamonda biroz kanglashgan bo'lish mumkin. Boshqa qabilaga qiz bermaydi. Shunchalik nasabni surishti qildi. Ma xristianlar endi shu go'zallikni birinchi o'rinda qo'ydi. Yahudilar pulni birinchi qo'ydi. Yahudi degan pulga ibodat qildi, bilmaysan. Deb uchini deb endi musulmonlar taqvolikni asos qildi. To'rtdan narsani deydi. Taqvolikni asos qildi. Siz qizingizni kimga bersangiz beraman sizga deb bo'ldim deyotganda degan qizimni sana beraman dedi. Deydi, "Ya bu men degan bir ishchi tursam, siz bir xo'jayin turslar, qanday ado bo'ldi degan bu adam siz qizimni sana o'ylab qo'ydim deb o'ylab qo'yam degan, o'ylab qo'ygan degan shuning bilan buning orasidan ikkisidan Abdullah ibn Mubarak degan bir olim tug'ildi. Abdullah ibn Mubarak degani islom kitoblarga qarab baqsanglar, islom dunyosida tunimayotgan odam yo'q deyarli shunda katta olim, ajoyib katta olim bo'lgan odam. Abdullah ibn Mubarakning qissalari hamma odamning kitoblarida bor. Shunda katta bir olim dunyoga keldi. Ikki halol niyat odamdan. Endi Imom Azam to'g'risida bir qissa bor hamda. Imom Azamning dadasi Nu'man ibn nima? Imom Azamning o'zi Nu'man, dadasining adı Sabit. Sabit degan yosh vaqtida bir yer ketib bo'lsa, yo'lda qattiq qusiq ichib ketibdi. Qarasa bir bog'ninki, olma bog'ninki nimasining teshqimida esilib chiqib turibdi-da, endi bo'lgan olma ekan. O'ylamasdan shu shatida olmadan bini ilib gach yeb yerimini yeb bo'libdi. Qo'saqning ochligida adam his qilolmaydi-da, bini yeb bo'lib turib, "Voy, bu olmani men igisini so'magan tursam, yomon pulga setib olmagan tursam, qanday bu haqninkini yeyman" deb o'ylab, shadin bu odamninki nimasini topib, shu baqqa kiritganda, yerim olmadan kirib, "Xo'jayin qana" desa, "Xo'jayin yo'q. Men bu baqqa qaraydigan odam. Degan ben xo'jayin bilan so'zlashsam bo'ldi" degan. Xo'jayin bilan so'zlashmak uchun falon yerga borsangiz deyotgan. Ma'qulda falon yerga berib izlab borgan. Berib xo'jayinning qashqi kelib, "Men yo'lda ketib bordim, qo'sqon bek ichib ketgan, men olmangizning yerimini yeb sepdiman. Shu ruxsat so'rab, gelimning qog'ini o'tmadi hamda. Men anda harom binasi yeb boqmagan, shuni sizdan so'ray deb keldim" degan. Bu odamna kulkulik gapdi-da buni. Chaqchaq qilma balamni, nima chaqchaq qilyapsan ham degan. Ya chaqchaq qilg'il kelmadim, sizni bir qancha kunlik yo'lni besib sizni izlab keldim. Rozi bo'lgan bo'lsangiz shunga desib to'xtabdi. Men bir o'ylab boqay deb o'ylab o'tib, rozi bo'lmayman dedi. "Voy, nima qilib bersam rozi bo'lasiz? Ammo sizga men pul akib beraymi? Yo'q, uningga rozi bo'lmayman. Ammo men sizga medika olib ishlab beraymi? Yo'q, rozi bo'lmayman. Qanday qilsam sizni rozi qilaman" degan. Men uni o'ylab ko'ray deb yana kelib ketgan uyga qarab turgan acha issiqda qarab turib, "Mush odamni bir rozi qilsam bo'ladi" deb tursa, birdan o'ylanib chiqib, "Mening bir qizim bor, ko'zi ko'rmaydi, puti tutmaydi, og'zi gap qilolmaydi, qo'limi tutmaydi. Ashuni olsang rozi bo'laman. Bo'lmasa sendan rozi bo'lmayman" dedi. Degandiki, bunda o'ylab, bu xudini qanday qilmam de? Hech qayeri tutmasa qanday qilaman deb o'ylaydi-da. Bu rozi qilmasam, mush odamni rozi qilmasam, men balki bir soatdan keyin yoki bir qancha minutga o'lsam Allohning oldiga, mush harom bilan odamning haqqi bilan Allohning oldiga men qanday boraman? Rozi qilmasam qanday bo'ladi deb o'ylab bu Sabit o'ylab besh qitib, mayli emas, olay deb bo'yni sangirtib ketganda uni. Mayli shunday bo'lsa olay deyotgan. Maqda uning to'yini qilib qo'ygan. To'yini qilib qolib uyga kelsa, u boshqacha shundoq ashu deytgan, o qizim chiroyliqmi emas deytgan hamda.
Degandiki o qiz shunda chiroyli qiz bor ekan, hamma a'zolari saq. Va bu sizmi degan, ha, men. Dadangiz u ko'zi ko'rmaydi, quloqi anglamaydi, puti tutmaydi, qo'li tutmaydi. Üzümündə çirikində bunda debdi. Hem de ben şu dadanızı fakat razı qilish uchun ben sizni alay debdim hem degan. Dadamning anda degine men haromga qarab boqmadim. G'aybat yomon gapni anglab boqmadim. Yomon gapni qilib boqmadim. Yomon ishni qilib boqmadim qo'limda. Yoki yomon yo'lga menib boqmadim. Dadam shunday deb meni shunday sifatliga o'xshaydi deytgan. Shundan keyin shu ikki sanasi Imom Azam tug'ildi demdi. İmam Azam'ı bilirse o demek etmeyin. Demek halal iş muhimde bir karamet bu. Bunu tasavvur olup bulmaydıkan bir nimeçe. Endi yerde dua kılış dedik hem de Allah Teala'ya muhimde dua kılış dedik. Kur'an-ı Kerim'de okusanlar Zekeriya Aleyhisselam'ın kıssasını bilirsler. Zekeriya Aleyhisselam üzümüdeydi, Sürü Meryem'in beşideydi. Şu üzüm ait bek qerib ketdim, çaşlarım aqırıp ketdi. Şunda bek yani ben qerib endi ahiretga yiqilishib qoldim. Meningki shu menga bir varis bo'lgan bir farzand ato qilsang deb Alloh taoladan tilaydi. O'zi mumkin emasligini biladi o'zi. Ayında yashanib qolgan shunda bir odamning. O ayolimi tug'masgan endi. Shunda turib Allah'a bo'lgan ishonchi, Allohga duo qilganda Alloh taolo Zakariya alayhissalomni bir dayni o shu Sur Maryamni o'qib olsanglar bo'ldi endi uni. Demak, shu atdiganda shu saharda namoz bomdodni oldida kechiningki 3dan 1 qolgan vaqtida, ya'ni shu bomdodga yaqin qolgan vaqtida bir hadis qudusi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan Alloh taolo shu 7-osmondan 1-osmonga shu chaqda tushib, qani mendan günahlarga istig'for aytitganlar bormi, mag'firat qilay. Beni talab qilganlar bormi, men biray deydi. Shu chaqda shunda tilangni deydi-da. Endi biz shunday chaqda nurg'un odam anda chaqda sut uyquda uxlaydi endi. Endi shu tilashning har qanday vaqt tilisi bo'ldi, 24 soatning ichida masalan mayli avtobusga ketib boraylik, mayli metroda ketib boraylik, mayli uyda tamoq etib yotib, qozon qo'rib yotib, aqlimizga shu chaqda qanday chaqda Alloh taolaga bir iltijo qilish bir hissiyat kelgan vaqtida qo'limizni ko'tarish shart emas, qalbimiz duo qilaversak, bo'laver. Duoning hech qanday bekitib qo'ygan vaqti yo'q. Ammo afzal vaqti degani shu namoz bandatning oldidagi vaqtcha. U chaqdagi vaqt agar mu'min odam bilsa, shuni musulmonlar bilalisi shunda bir lazzatli vaqt hamda u. Bundaq bir qissa bor yana. Basrininki Umaviylar xalifaligining davrida Basri shahrininki amiri Hasan ibn Muhammad degan kishi, o'zini taqvodor kishi ekan. Bir kuni uninki bir xizmatchisi ekan, qul endi u zamonlarda bu İranliklardan, butparastlardan qo'lga o'lji tushgan qul endi. U qul iymon etib musulmon bo'lib mu'min bo'ldi ekan, ana xizmatchisi bo'ldi ekan. Bir kechasi qarasa bu yotgan yeri yo'q, na ketgan desa, bir joy namozda o'tirib duo qilib turibdi bu shu qul. Nima deb duo qilgan desa, "Ey Alloh, sen meni yaxshi ko'rganliging uchun duoyimni ijobat qilib ber" aytganda bu. Deganligin Hasan ibn Muhammad deganmi olim odam-da bunda. U kelib, "Hay to'xta. Sen nimada ta'tid duo qilyapsan?" Endi uni yanada musulmon bo'lganga dinni jiq bilmaydi, o'gitib qo'yay deb endi kelib, "Hay, duo deganni biz Alloh taolani yaxshi ko'rganligimiz uchun bizning yaxshi amal bo'ldi. Yaxshi amalimizni vasila qilib turib, duo qilamiz Allohga. Sen undan yaxshi ko'rganliging uchun demay, "Ey Alloh, men seni yaxshi ko'rganligim uchun duoyimni ijobat qilsang bo'ldi, desang bo'ldi" deganligin qulda aytgan. "Hey ahmoq odam" deytgan o'zining xo'jayinicha. "Hey ahmoq odam, sen tushunmabsan. Sen faqat tushunmabsan meni. Alloh meni yaxshi ko'rmagan bo'lsa, men bir majusini musulmon qilamdi, iymon beramdi. Alloh meni yaxshi ko'rmagan bo'lsa, meni shu kechida sahat qo'pab o'ziga munojat qildiramdi. Shu ne'matni ato qilamdi. Alloh meni yaxshi ko'rganlik uchun, ya'ni shu yaxshi ko'rganlik uchun men duoyimni ijobat qilsin deb bunda duo qildim men" deganligin bu odam ta'sirlanib ketib, "Men seni ozod qilyaptim bo'ldi" deytgan. "Ozod qilyaptim, sen men yaxshi dars o'rgandim" deganligin ozod qilyotganing chatoq bo'ldi. Chunki buning ajrini faqat Allohdan olmoqchidim. Sen bu dunyoda buning mukofotini beryapting ba. Yaxshi so'zimning mukofotini sen hozir beryapting. Men Allohdan olmoqchidim bu narsa. Alloh Karim, Allohmi birdo, men berdim sana mukofotini deytganda, bunda hamda yana bir kuni bir ustoz maktabda bunda sizlarga o'xshash muallimlar o'quvchilarga da'vat etganda, taqvolik qilinglar. Qat'iy gunoh qilma. Agar sizlar gunoh qilsanglar,
onun cezasını ahirete bağlamay, şu dünya çekisler. Muşunda tatsızlar. Ya kesellik olsun, ya bala kaza olsun, ya bu olsun, ya bu olsun, ya konularla bir aramçılık olsun, kapılık olsun. Aynı akıl Allah Teala işte cezasını şu dünyada bürüdü. Günah kılmalı deyken. Tavsiye kılgan degen taliplardan birisi günah kılıp satken. Qanday günah kıldı? Bir günah kılgan o. Günah kılıp şundan keyin o ustaz muşunda degende men günah kılıp saldım. Endi men Allah'ın çoğun cezası keldi. Cezasını kütümen dep cezanı kütütken bu. Cezanı kütüp bir qancha kun shu men qan beşimga nima kelar endi? Nima xafalık kelar? Ya endi men bir bala qaza kelarmi? Ya ağrıp qalamanmi? Yoki bir hodisaga uchramanmi deb shu bir aramlıqda bir qancha kun dars kimi kelmayotgan o. Dars kimi kelmay shuning uchun ustoz uni izletitgan. İzlep akagizib nim bo'ldi desam işim bo'lmadi. Nima chiroying sag'irib ketibdi, ruhing tushkun bo'lib ketibdi, nim bo'lding degan. Ustoz men e'tirof qilsam, ismini shu gunoh qilsam Alloh jazolaydi debdilar. Shu Alloh qachon jazolaydi deb shundan qo'rqib, shu ko'nglim bir aram muhida bo'lib ketdi degan. Jazolabdi qo'yna, bu jazo emasmi bu sha? Tahajjud namozga tura oldingmi debgan, tahajjud namozga turolmadim. Ajnaat g'amkinlikda shunda yetib uyqum kelmay yetib uxlab qoldim dedi. Mushning hammasi jazo. Tahajjud namozga turolmabsa, ko'ngling bir aram bo'libdi, iztirob chekibsa, rangi ro'ying sarg'ayib ketdi. Buning nima qattiq jazo bo'lamdi? Jazo degan hammasi tayoqli urush emas-ki. Shuni men jazoni chekibsam mana deyildi. Masalan biz o'zimiz his qilsak, shuni, shu dunyoninki hozirgi zamonda bo'libmi, burungi zamonga qaraganda yashashmi qiyin, ishlashmi qiyin. Rastçılık bilen iş qilish shuncha qiyin, rastçıl odamlarni uchratish texi qiyin, sadoqatlik Allohni qo'rqadigan odamlar bilan birga yurish texi qiyin. Bu shunday bir qiyin bunday vaqtlarda bizning ko'nglimiz najiq bir aramiz har kuni shuna bir aramlik chekimiz hamda hammadan chekidi o. Menme chekimi hamma shunday chekimizda bir yerga boramiz, bir bina sifarishini bu bizning bir kazzab chiqidi, vaqtida qilmaydi. Ya'ni bir yerga boramiz aldaydi, bir qanday uchrab turdi. Muşu işlerinin hemmisi hem de muşu dünyanın şu dünya boğallık haleti bu. Çünkü bu hem iş rahat hem iş köngüldükidek bulap kaldı, bu cennet bulap kalattı. Şu cennette o yok, mav yok hem de. Cennette fakat hoşallık, köngül aramlık, demeliş, huzur halavetini bağ. Fakat yok. Ama dünyada cennet tam tertüriste bu dünya fakat azap dünyası. Şu an muşunu yine kilitişine en birinci çaresi Allah'a bağlanış. Bu tecrübe kılınan iş bu. Allah'a bağlanış bu. Allah'a kandak bağlanış. Bütün işlerimizi Allah Teala'ya bağlanış. Muşu ettigende meyli 5 minut burun ezan çıkıştın burun. Eğer bek duramasa 10 minut burun bolsun, 15 minut burun, yarım saat bolsun, 1 saat burun. Onumuzdan turup namaz bandatının altında. Uzun sürülerini okup, rukunu uzun kılıp, secdini uzun kılıp, secdede bağlı nime tilisek tilebilir. Hatta Allah Teala'nın 1 kilo görüş de tilisin meyli. 1 kilo göç degan yoki 10 ming dollar pul nima deb tilisa hech qanday ayib emas u. Tilayversa bo'ladi, uni deyotgan chak yo'q, uni deyotgan sajdada dunyolik tilisi bo'lmaydi deyotgan gap bor ya, bir quruq gap endi u. Dunyolik olsun, oxiratga dunyolik nimasiga tilmaysan, Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar degan duoda birinchi mush dunyoda yaxshilik ato qilin, uni oxiratga yaxshilik ato qilin deb tilaydi. Ügütüylük Allah Teala bizga ashuni ügütüylük. Bu dunyolikni burun tiligin. Chunki mush dunyoda u biz. Bu dunyoda biz bana oxiratga boramiz go. Shu mush dunyolikni tilash, oxiratlikni tilash hech qanday ayib emas. Shunga shu tilash. Masalan mushundan odatlanmaydigan odam, kunanmaydigan odam bo'lsa, psixolog olimi deydi, bir ishni 21 kun qilsa o odatga aylandi. Uningdagi avtomatik shuni qilmasang, shu tamaqani yemaganda, qo'zg'on ichib qolganda, demak, bir odat holiga kelgandan uni qilmasang bo'lmaydigan shaklda, uni o'ylab o'ltirmaydi, avtomatik qilgan bo'ldi. 21 kun deydi psixologlar. Ammo bizning islom ulamolari 40 kun deydi. 40 kunda shak yo'q. 40 kun masalan bir ishni shu attiganda qo'polmaydigan ishing bo'lsa, 40 kun chidab turmush, 40 kunni to'shqizishim kerak deb attiga ayda qilsa, uningdagini har qanday kech uxlagan bo'laydi. Har qanday bek herib ketib, charchab uxlagan bo'laydi. O'sha chog'da odam o'g'inib ketadi. Nima ish qiladi deganda insonning ichida biologiyalik soat bor. Biologiyalik soat xuddi mush soatga o'xshash ishlab turdi. Bu biologiyalik soatni biz moslashganda bir ishni shu biologiyalik soat bilan 20 necha kun qilgan vaqtida bu soat xuddi ma udullab qo'ygan soat bizni jiringlab o'g'itayotgandeklar, bizni o'g'itayotdi. Buni tajriba qilib baxsan bo'ldi. Men tajriba qilaman buni. Qanday chog'da bo'lsa,
kech uxlasam, nim bo'lsam kechasi uyqu, ba'zi zukamdab qilib, qizib qilib uxlayolmagan ayda bo'lsam, o'sha soatning o'zi kelganda o'g'inib ketgan ish ekan. Nimishqa biologiyalik soat bizni o'g'itib qo'ydi. Nimishqa unda bo'lish uchun shu biologiyalik soatni biz ayarlash uchun 40 kun kerak. Ulamolarga nisbatan 40 kun, psixologlarga nisbatan 21 kun kerak. Shundan keyin odatga aylanib, o'sha vaqtda biz hech zo'rlanmaymiz. O'ylamayli qilyapmiz o ishni. Ayna bo'ldi hamda. Shunga mushu nimaga natibak diqqat qilish kerak, mushu atdiganda mumkin qadar biz xuddi atdiganda Alloh taolaga munojat qilish orqali mayli yarım soat olsun, 5 minut olsun, 10 minut olsun, ayda tahajjud namozi o'qib Allohga duo qilish orqali bir kunlik 50% işimizni shu kunda qilib bo'ldik desak bo'ladi. Nimishqa? Ma'naviy jihatdan biz shunda bir xushallik, shunda bir Alloh taolaga tayinish orqali o'zimizga ma'naviy kuchni hosil qilib bo'ldik. Qolgan ishimizni o'zimizning kuchi bilan qilamiz. Asli kuch Allohdan kelgan bo'ladi hamda. Allohga bog'lanish orqali qilamiz biz ma'ni. Bog'lanish orqali qilamiz. Ama hech qanday narsaga o'zimning kuchi bilan qildim, o'zimning ilmi bilan qildim, anda qildim deb ko'ranglayotgan holimiz yo'q bizning. Inson shunchalik ojizki, anda ko'ranglayolmaymiz. Shu Allohga bog'lanish bilan bo'ldi. Biri duoyimiz ijobatlab bizningki arzu armonimiz keldi. Biri Alloh taolaga bog'langanlikdan bizning ko'nglimiz shu kunning ichida shunda xushal bo'ldi. Dunyoning musibatlari, dunyoning ko'ngilsizliklari, xafaliklari, azoblari, rohatsizliklari hamma narsani biz ashuni atılta olamiz. Atılta olamiz. Allohga bog'langanlik uchun. Shuni bek diqqat qilish kerak hamda. Undan keyin tavba istig'for. Endi tavba istig'forninki birinchisi sabab duo dedik ayna. İkincisi halaldan uzuqlanish dedik ayna. Üçüncüsü tövbe istiğfar. Tövbe istiğfar to'g'risida Nuh alayhissalomninki hikoyasini Qur'on Karim bizga qissa qilib, faqultu astagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhar dedi. Robbinglardan mag'firat tilanglar. Mag'firat gunohlarga tövbe qilinglar. Mag'firat tilanglar, u haqiqatan mag'firat qilish u sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib berdi. Ya'ni shu rizq degan gap, yomg'ir degan rizq. Hozir shu yomg'ir degan rizq, masalan, Turkiyada hozir shu yomg'ir qor yog'masa, barajlar to'shmay qolib qoldi. Shu hammadan bir qor yog'sa, yomg'ir yog'sa o'tdi deydi. Rizq ashu. Ashu rizq ash sudan bo'ladi endi bizniki ko'ktat, bu hamma narsacha yomg'ir birinchi rizq endi. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytirib tur dedi. Mollaringlarni, o'g'illaringlarni ko'paytirib istig'for etsanglar. Qur'on Karimning degani ma'vamdi. Biridir. Sizlarga bog'larni o'stinglarni taqildi. Demak, yani Allohga istig'for etsanglar boy bo'lasizlar degan gap. Qisqa bir so'z bilsak, Allohga istig'for etsanglar boy bo'lasizlar degan gap hamda. Alloh taolo hammaga qodirki, agar birovga farzand berishni xohlasa, Ibrohim alayhisalom bilan ayoliga o'xshash yashinib qolganlarimi? Onundan başqa hatta Zakariya alayhissalomning ayoliga o'xshash yashinib qolganning ustiga tug'mas bo'lganlarimi birdi, yani tug'mas bo'lganlarimi birdi-da endi. Shu tövbe istig'forninki endi tövbe degan gap sodir qilgan gunohlarning xatoligini sodir qilgan, ya'ni gunohlarning shu to'g'ri bo'lmaganligini, xatoligini to'nib, uni pushaymon qilish, qayta gunoh qilmaslikka bel bog'lab, haqiqiy turda iroda bog'lash degan gap, yani tövbe degan gap. Istig'for Alloh taolaning gunohlarini mag'firat qilgin deb tilash, ikki narsamda. Endi shu payg'ambarlarningki duolari, ba'zi duolarni Qur'on Karimda payg'ambarlar nayt qisqa, ixcham, mazmunli duolarni Qur'on Karim bizga hikoya qilib berganda Robbi habli minas solihin dedi. Robbim menga yaxshi farzand ato qilgin. Endi farzand ato qilgan endi har qanday inson dunyoda balam bo'lsa deydi, har qanday odam farzand tilaydi, lekin mu'min odam menga solih farzand ato qil deydi. Solih farzand, ya'ni farzand bo'lganim, solih bo'lgan, solih degan qanday desa, Allohga bog'langan, u amali va niyati va qalbi Allohga yaraydigan bir inson hamda. Shuni biz solih deymiz hamda. Onunki Rabbi la tazarni farda va anta xayrul varisin. Rabbim meni balasiz yolg'iz qo'ymagin, sen haqiqatan eng yaxshi varissan deb duo qilgan endi. Payg'ambarlarningki duodir endi bu. Undan keyin tarbiyaning vaqti deganda, tarbiyaning vaqtini ba'zi ulamolar deydi, bola
binasini anqiralgıçlak bo'lgandan başında binasi anqiralgan degani normalde 2 yosh deydigan. 2 yoshlik bola binasini anqiralaydi deydimdi. Ondan burun anqiradi endi normal o'ttira hisoblaganda 2 yoshga kelgan bolaga binasini tushun deydimdi. Shu chog'dan boshlaydi deydi. Ba'zi olimlar deydi 5 yoshga kelgandan keyin deydi. 5 chunki 6 yosh 7 yosh maktabga birga bolalar. Şu ügütüşünün vakti aşı demekçi ekan anın qarab hamda. Onun aldidagi vakti ügütüş emas, faqat üzümüzdeki singdirish. Siz bala tug'ilgan vaqtdan tortib 0 yoshdan 6 yoshgacha biz uni ügütüş davri emas o. O faqat singdirish davri. Siningda baning kopiyasini chaplash anıga. Sen yaxshilik bo'lsa, yaxshi, aq bo'lsa, aq, qora bo'lsa, qora, qizil bo'lsa, qizil, balaning qalbiga chapilindi. Ata-onaning nima bo'lsa shuni kopiyasini oldi. Hatto 6 yoshgacha bala dadiningki namoz o'qishdan, harakatlardan, mashina haydashlardan tortib, gap so'zlardan tortib hammani o'rganadi ekan. Qizlarmi ananing qochishdan tortib, aşı tamak etişten tatip, gap qilishdan tatip, telefondaki gap qilishlardan tatip hammani qiz doğraydi ekan. Allah Taala aşında qilganda buni kopiyasi hamdi. Şuna bu balni yaxshi ulgulik, foydali obdan bir kopiya qilishimiz shuni ne? O'zimizni biz ravoraz qilish kerakda hamda o'zimizning eskiliklarni olmay, o'zimizning yaxshiliklarni, o'zimizning chirkinlikni olmay, go'zalliklarimizni elish uchun balaga ashda nima qilish kerak hamda. Ondan keyin balninki bal terbiyeler kaçandan başladı. Balının hak hukuklarından birincisi balığa ata-ana bulduğanlarının yaxşı tanlanışı. Mana bek mühim oldu. Ata-ana bulduğanlarının yaxşı tanlanışı. Tanlanışı degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ki bizge körsatgan prinsipi var. Dinimizde ait iniq prinsip var. Mesela şu oğullarının qanday oğullarını, kızlar qanday oğullarga öylensi buldu degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan ki sizlardan biri qiz so'rab kelsa, uningki diyonatiga, axloqiga sizlar rozi bo'lsanglar, uning diyonati, axloqi bo'ludimi bu desanglar, o'ylantiraveringlar deydi. İki tanıgın şart, hech qanday shart, boshqa narsa yo'q. O kecha turib namoz o'qamtikan, qariymikan, hojimmikan, qarojimmikan, domollanmikan, hech qanday shart emas. O yo'q, u bo'sdagi yaxshi. Bo'lmasa diyonati, axloqi bo'lsa, ashi yetarlik deb ko'rsatdik. Agar ashunday qilmasanglar, yer yuzida buzg'unchilik qilasizlar deydimdi. Ashunday odamga bermay, mening mashinasi bor ekan, mening uyi bor ekan, meningki maosh yuqori ekan, anday ekan deb bunday qilsanglar, buzg'unchilik terasizlar deydi. Nimishqa ayada taqvolik bo'lmagandan keyin, o mol dunyo bizga vabo, endi bizga balo endi. Taqvolik bo'lmagandan keyin uningdan boshqa bizdagi ortiqchiliklarning hammasi nolga tengdi. Dedik ya, hali taqvolik degan bir qancha nollarning oldidagi bir qog'ini hammasi nol masalan. Mana bir bo'lmasa nolning hammasi baka. Shundaymi endi? Taqvolik birinchi. Qizlar to'g'risidami endi? Qizlar to'g'risidami deydi? Qanday qizlarni ep berish kerak desa, erlar qizlarningki, ayollarningki shu 4 narsaga qarab o'ylin deydi. Uning chiroyiga, pul meliga, nasibiga va diyonatiga deydi hamda. Shunda deb bilib, sen dindarni tanlagin, shunda qilsang pay topsan, ziyon topmaysan deydi Rasululloh. Dindarni tanlagin deydi. Endi bu yerda masalan din demişki bunda dindarni tanlaydi desa, bu Allah Taolani tonigan bo'lsa ayol haqiqiy Allah Taolani tonigan, Allah Taolaga bog'langan, haqiqiy taqvolik degan biz necha qatam dedik, hali ibodatni ko'p qilish emas, durustlik bilan. Taqvolik mas'uliyat, taqvolik durustlik. Masalan bir narsani biz soat 10 desak, masalan soat 10 desak, soat 10 ga hozirlab bo'lsa, bu taqvolik bo'ldi. Masalan biz bugun 15 minut burun keldik, kitoblarga imzo qilib o'tirdik masalan. Vaqtga rioya qilishni men birinchi taqvolik deb qildim. Men shunda o'qidim ham. Vaqtga rioya qilish birinchi taqvolik, birinchi mas'uliyatning beshi vaqtga rioya qilish. Chunki vaqt bizning Alloh taolo bizga bergan nihoyat cho'ng bir boylik. Masalan biz pulimiz bo'lsa, bir qancha dollar ya oltin pulimiz bo'lsa, buni nihoyat tejab, nihoyat aqlli qilib haylaymiz, shunda buzib tashlamaymiz. Ma'noga ma'nolay, ma'nolay, munda qilay deymiz. Hatto og'anchoqdan bozorlik qilib xuddi oz pulga jiq bir narsa elishni tirishimiz shunama. Vaqt uningdan cho'ng boylik ya bizga. Vaqt uningdan cho'ng boylik. Chunki pulni topqil bo'ldi. Pul degan hech kim pulish yo'q odamni topqildi. Chet elga nurg'un odam masalan qo'l silib chiqib mayadi, pul topqiliq masalan.
tapıl ama ömrünü tapılmaydı ki. Bu ketip bardı, ömür ketip bardı, ketidi. Çişlerimiz düşüydü, çaşlarımız akırdı, çaşlarımız düşüydü. Yani demek hele katlı qametimizi egilidi. Demek biz keyniga mangamiz. Vaqt ketidi. Bu vaqtni qaytib milyon dollar verip tonnalab altın berip bu vaqtni qaytib bo'lmaydi. Şu vaqt Allah Taala bergan eng cho'ng ne'mat. Mushu ne'matning qadrini bilmagan odam hamda hech nimaning qadrini bilmaydi degan gap. Oltin, kumushning qimmatidan cho'ng bu. Oltin, kumushni tapqil bo'ldi. Ma vaqtni tapqil bo'lmaydi. Ömrünü tapılmaydı. Şuna bu vaktin muhimliğini Allah Teala vel asr deb sürünü nazil qilgan. Vaktin muhimliğini. Vakit insanın ömrü. Vakit insanın ömrü. İnsan vakitin terkib tapgan. Vakit her bir saat öttü, bir gün öttü, bir minut öttü, bir hafta öttü. Bizning ömrimiz qisqarib mangan bo'ldi. Şuna vaqtga rioya qilish nihoyatda bek muhim, taqvolik nihoyatda bek muhim. Endi bu yerda jamiyatda shunday bir nima ishtibohamda bir kimni tunuştursa, bir balını tunuştursa, 5 vaqt namazı joyida taqvodor bola deydi. Tamam, bu birinchi shart, nayt bo'lish kerak, bu nayt yaxshi. Ammo 5 vaqt namoz o'qigan odamlarning ichida masjiddan chiqibla yolg'on aytadigan, bir kimning g'aybini qiladigan, bir kimning obro'yini tushiradigan, chiqib bir kimga ziyon o'ylash, ziyonlar yetkazishni o'ylaydigan, namoz o'zini isloh qiladigan kurming odamlar bor. Taqvodor deymiz, masalan, mashqqa chiqdi deymiz. Mashqning ichida firishta talağa çıkanı koymiçi, öğü kiygende diktatör, zalim, ajda insanlar var. Endi biz bunu şu ibadetiga qarab belgilgili bo'lmaydi. Şu ibadetiga qarab belgili bo'lmaydi. Umar ibn Xattob bir adam Umar ibn Xattobning oldiga bir ikki adam ketganda biz bir adam guvoh bo'lmoqchi ekan. Guvohchidan so'rayotgan, "Sen bu odamni tunimsa?" desa, "Ha, tunuyman" deb, "Qanday tunuysan? Sen bu odam bilan qo'shnilab o'tirganmi?" "Yo'q." "Safar qilib boqqanmi billah?" "Yo'q." "Pul muomalasi qilganmi?" "Yo'q." "Ama sen uni shu mechitni ko'rgan o'xshaysiz." "Ha, mechitni ko'rgan, tunimaysiz ekansan." Mechitga odam tuni qilib bo'lmaydi. Shunga ma'noga diqqat qilish kerak. Masalan, qari Qur'on ekan, mabala mechitga chiqadi ekan, mabalning saqali uzun ekan, mabala ishtonni qisqa kiydi ekan, sunnatga loyiq ish qildi ekan. Endi deb bilqima shakli nimasiga qarab aldinib ketmayli demoqchi. Ammo islomning ko'rsatmasidagi haqiqiy yaxshi yigit qanday desa, ibodatlar joyida. Mayli uning ortiq ibodatlar bo'lmasin, tahajjud namozi bo'lmasin, boshqa hoji haram bo'lmasin, jiq o'qigan bo'lmasin, jiq Qur'on yodlamagan bo'lsin, bulabdi. Nim bo'lsin, ibodatlarni joyida qildigan, muomalasi durust, axloqli, shafqatli, mas'uliyatchan, ishlamchan. Shu bizga kerak. Yani şefqatlik, ibadatlar joyida, gunoh qilmaydigan, haromdan qo'rqadigan, mas'uliyatchan, ishlamchan. Mushu eng birinchi taqvo meni. Eng birinchi taqvo. Mushunda qila olgan odam sahobaga o'xshash bo'ladi endi u. Qizlarga kelganda masalan, endi qizlarning qari o'g'ini, dinda o'qigan nihoyat bak yaxshi. Hatto mushu dinda o'qigan Allah'ın sözlerini bilgen, Resulullah'ın sözlerini bilgen, muşunda kızlar yeryüzünün perişleri desek mi buldu? Şunda yaxşı. Lekin biz aşınığını miqyas, aşınığını asas kılmazdık. Bunun ahlakı qandaq. Ata-anasını yaxşı görəmdi, ata-anasına itaat kılamdı. Kızlar, ata-anasına itaat kılamdı. Kuyumcan mı? Öy işlerini bilemdi. Üyerininki razı kılalamdı. Manasını mı oylaş gerek? Ata-anı şunu okutup koyduğunda dindiğini okutup koymay. Cemiyetini okutish kerak, ailenin işlerini okutish kerak, insanlarga durust bo'lishni o'rgatish kerak, nurg'un narsani o'rgatish kerak. Shunga biz, mening demoqchi bo'lganim, mushu diniy qalpoqni asos qilib turib, diniy qalpoqning ostida hammamiz ko'zimizni yumib turib ish qilmaylik. Bu bo'lish kerak. Qari o'g'ini, odat qari bo'lmagandan yaxshi, lekin qari bo'lish shart emas. Dinda o'qigan bo'lish shart emas. Shart emas u. Durust bo'lishi shart. Haqiqiy taqvo bo'lishi shart. Axloqli bo'lishi shart. Başqa ishlar shart emas, boshqa ishlar bo'lsa texi yaxshi. Halqi 10 ming dollarang bo'lganning o'rniga 100 ming dollarang bo'lsa yaxshi-ku? Yaxshi. Bo'lmasimi av yetadi degan gap hamda. Mushunday ishlarga bak diqqat qilish kerak. Hozir shu jamiyatimizda ko'ryapmizki, shu Uyg'urlarning orasida shu iqtisodiy krizisda to'y qilib 1 yilning ichida ayrilib ketgan odamlar noyat ekan. Shu bilimlar birligiga har chorshanba kunida endi az so'g'il keldi. Kichikgina bir ishlar bilan ayrilib ketdi bu. Yoki anasi o qizni eri bilan tug'utni oxirgi vaqtlarga qo'yib bermagan masalan, kichikgina bir
bir sebep endi o. Anısı deydi, men küynep abdan bekişim gerek buna egreye oğan er deydi. Men texmi hizmetini qilishim gerek bunun deydi. İkkinisinin niyeti yaxşı. Ama düşünelmeyen küçüküncü yapma. Şunu olan oldu ben talak deyatı daha ahmak. Aydı olan. Şunun okşaş. Kız vallahi mı? Bundan oylaydı. Bu oylıqı tasavvurumuzun hemmisi %100 turist çıkmaydı o. Tasavvur kılgandan biz reallıkka boysunuşumuz gerek ki. Mesela kız vallahi Uğalvalın tasavvur kıldı ki beyazatlık Fransız dep koydu o bular. Aslında beyazatlık Fransız dep koydu, belki beyazatlık emas. Başka bir atqı minip gelişi mümkün hem de o. Endi onu siz tasavvur kılgandak bo'lmay %50-60% buluşı mümkün. Şunda olsa siz kabul kılısınız onu. Kabul kılış arkalı birisini kabul kılış. Mesela bir adam birini yaxşı görse, mesela ben birisini yaxşı görsem, onun naçarlığını, şu yetersizliğini, eyiplerini hemen yaxşı görsem yaxşı görgen bulumu. Abdan tarafını yaxşı gördüm, yaman tarafından yaxşı görgenlik emas. Görünmezsen ayal birisini yaxşı görse, Xuda onun eyiplerini yapıdı, köz yumudu. Köz yumudu. Fakat köz yumasa boğmaydıgan bir işli oldu. Mesela akide meseleleri buldu ya ki. Adamne küpürge elip bartgan işli oluş mu? Bunda meselelerde köz yumması gerek. Ama işlerde ayal köz yumuş artık Araplarda bunu tecahül de koydu, tecahül. Tagaful da koydu, tagaful. Köz yumuş. Bilip durup bilmezlik siz. Aynı oğandaki taraf bunu asta ügünüp kaldı. Yüzünü yetiştirip aldı. Ama hem narsani mendek buluş gerek de, o %100 buluş mümkün emas ki. Men vaqt qirayı qilman, men ettigen saat turman, men anda qilman, munda qilman, onu munda qilman. Anda qilsa siz o'xshash bo'lib qoldi-ki, o'xshash emas. İnsanın hatta parmağının izi mi o'xshash emas? Dünyada neçe milyon adam, neçe milyar adamga o'zi bisini parmağının izi mi o'xshash emas? Xarakterimi o'xshash emas. Hatta ikkizak bola deymiz, ikkizakni ko'ramiz ya. O'xshash, to'niqliroq. Hatta ota-onasi mani chaqirdi, ani chaqirib satgan ikkizakli boshida. Lekin xarakteri o'xshash emas. Xarakteri o'xshash emas. Xudoyim ayda yaratgan. Biz Alloh taolo o'yla yaratgan bo'lsa, biz nima qilib o'xshash qilman deymiz. Alloh o'xshash emas yarataman desa, biz o'xshash qilman deb nima qilib turib olamiz. Nima qilib biz yurimizni men biz o'xshash bo'lsin deb turib olamiz. Ayda deb turgandan xafalık şu. Nima qilib men lag'manni yaxshi ko'rishim mumkin. Ama ayalım polonu yaxşı görüşüm mümkün. Tamam, ben bir gün lağma yay, bir gün anı rayıqı alıp tola kılsın. Her gün ben lağma yedim. Menin okşum, menin deginim bolsun buldu detkan bolsun. Dünyada yaşı olamaydı ki. Dünyadaki muştum zorluk, zulüm, istila, mustamlik menin deginim bolsun buldu digerlik bütün boğan gep. Yol koymazlıktan boğan gepte. Şu ailede mi? Şu yol koyuş. Hem de şuna mı kız yigitler hem işmede tasavvur kılgandak bunda bomaslık gerek. Şu öğlenişten burun demeninki şu oğulның mu abdan araştırış gerek, oğul mu kız tarafını abdan araştırış gerek, araştırıp kalan işini Allah'a tapşırış gerek. Onun tevekkül dep bolgandan keyin, onun keyin ayna körelgen eyip, yetersizlik hamda fakat hamda nayet çoğun bir işler bolmasa, bunu hemmege köz yumuş arkalık ailene ayda baxtlik qilg'ili bo'ladi. Şu Tallaş meselesi gelgen çağda ikkidan prinsipke emel kılış gereken. Mesela bunu da oğulvalda dindarlık, hakiki dindarlık, ama hakiki dindarlık, sahte dindarlık emas, hakiki dindarlık ve hakiki ahlak ikisi bolsa, onu biz hazır zamanda işi mi bolsa, 3 tane nersini desek, işi bolsa, bu insan hayatını güldek elip biterleydi. Güldek elip biter. Meyli onun üyü olmasın, meyli maşinisi olmasın, meyli yendi atanısı olmasın, yani o nersi olmasın, bu nersi olmasın, hiç kalsın mühim emas. Meyli o Qari Kur'an olmasın, o hacim olmasın, ya molla olmasın, ya profesör, doktor olmasın, aç 3 nersi olsa, hakiki dindarlık olsa, ahlak, dürüstlük olsa, işi olsa, adli olsun, işi olsa, elip giderliydi hem de. Kızның mı? Şu kızgı kelgende dindarlıqını tanlagan gap. Dindarlıqını. Nima ki dindarlıqını tanlaydı dese, ana dindar bolgan vaqtida bola mı dindar bo'ldi. Ana qanday bo'lsa bola shunday bo'ldi. Chunki 24 soatning ichida asosan 20 soatga yaqin bola onasi bilan birga bo'ldi. Masalan 6 yoshga kelib 6 yoshga yetkichilar bola 0 yoshdan 6 yoshga 24 soat onasi bilan bo'ldi. 24 soat onasi bilan. Anasida qanday güzellik olsa şunu alıdı. Anasida qanday naçarlık olsa şunu alıdı hem de. Aynı oğandı ki, anınınki dindar buluşu. Dindar digenlik ben ne çıkartayım dedik. İbadetlik köp kılış bilen dindar olmaydı dedim. Dürüstlük bilen dindar oldu. Dürüstlük bilen, doğruluk bilen, halallık bilen,
yaxshilik bilan dindor bo'lib, ibodatni ko'p qilish bilan bo'lmaydi. Ibodat, shu ibodatni ko'p qilish bizni dindorlik qilib bordi. Xuddi doktorning dorisi bizni kasalni saqaytganga o'xshash, ibodatlarimiz biratdan dura u, doktorning durisiga o'xshash. Ama bazı kişiler mesela ibadet qilib saqaymaydi. Doktorning dorisini saqaymaganga o'xshashdek gap endi shu. Şimdi to'xtatayli. Qolgan mushunga munosabatli savollar bo'lsa, nima qilib 10 minutlik vaqtimiz qoldi. 10 minutgacha savolingiz bo'lsa so'rasam.